Video davomida 100 kilovatlik quyosh elektrostansiyasi bir kunda real holatda necha kilovat tok ishlab chiqarganini ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, 100 kilovatlik quyosh elektrostansiya 100 kilovatlik setovoy DG inverter o'rnatilgan. Inverter va logger onlayn holatda normal bo'lib ishlamoqda. Rekord qismiga o'tamiz. 2025-yil 24-aprel. Bugun kun davomida ushbu stansiyamiz 646 kilovat tok chiqargan. Ushbu stansiya ishga tushganiga 3 kun bo'ldi. 3 kunda 2250 kilovat tok ishlab chiqargan. Kunlik hisoblaydigan bo'lsak, 2250 bo'lingan 3, ya'ni 3 kun. 750 kilovat. Bu degani bir kunda 750 kilovat tekin tok. Kimga shunaqa professional xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, biz bilan bog'laning.